Assalomu do'stlar, bugun sizlar bilan men bu Minecraftda super qilichda yashashni o'rgataman. Birinchi bo'lib mod deb yozasiz va mana buni unaqa qilasiz. Men o'rnatib olganman va buni ichiga kirasiz. Buni ichiga kirasiz va buni tortasiz. Xo'sh. Mana keyin kirgandan keyin mana bu mana 5 ta paydo bo'ladi. Chetga kirasiz. Va bu yerda sizga kerakli narsa chiqmaydi. Full muzur bo'ladi. Chetda turgan bo'lsa ham chet deb yozasiz. Va shunda sizga chiqadi. Mana hozir yuklash qaysi bir edi? Xohlaganlarni yuklasanglar bo'ladi sizlar. Men o'zim bitta tanlagan bor edi. Nima chiqmadi. Xo'sh, men buni qilib ko'rsataman. Xo'sh, mana shunday ko'tadi va bitta reklama bo'lishi kerak. Shart shekilli, yana bilmadim. Oppo. Xo'sh, mana chiqamiz. Undan keyin mana bu negadir dunyoga kirib ketadi va mana bu biz bunga kiramiz. Kirganimizdan keyin qayerga o'rnatasan buni. Xo'sh, men o'zimga yoqqanini tanlab olganman, chunki qayerga biz unaqa bosib mayli, yangi ocholaman. O'zimda narsalar bor-ku. Xo'sh, ularni qilib bo'lganimizdan keyin mana shunday sakkizga boradi. Bo'li. Xo'sh, bundan keyin reklama bo'ladi. Boya aytganimdek. Voy, deyapti bizga qarab, mashinalar ko'rsatyapti. 5 ta uymish. Xo'sh. Xo'sh, mashinalarni ko'rib bo'lganimizdan keyin net chiqadi. Net bosgan bu yerda biz qaysini bosamiz? Birinchisini bosamiz. Keyin mana bunday narsa chiqadi va biz Minecraftda bosamiz. Va o'z sirasi Minecraftga kirib ketadi. Agar sizlar ikkinchisini, ya'ni Mironami boshqa yana o'rnatmoqchi bo'lsanglar, xo'sh, mana ikkinchisi ochiladi. Sizlarda ikkinchi hamma narsalaringiz mana shu birinchi ochilgan dunyoda bo'ladi. Men o'zimga shu ikkinchisida kirdim, chunki birinchisida meni o'zimda menim turibdi. Hozir chiqdim. Sizlar Minecraftda yana boshqadan unaqa minetdan chiqarib olsanglar, undan keyin ishlaydi bu. Shuna xullas bundalaring birinchalik kashf etdi. Bitta mod edi bu. Shunaqa mod bor edi desam, bu sumi nima? Bu unaqa shekilli. Xo'sh, endi tepaga qanday chiqaman? Nedir bolalar? Albatta kreativda. Qaranglar, zombi yonyapti. Kuyapti zombi. Xo'sh, bizga shuncha jonlar berib tashladi. Demak, kreativ bo'ldimmi, yo'qmi? Menga hech narsa qilolmaysan. Ijod. Bu shunchaki. Kreativ ko'tarmayapman. Steve topildi. Endi. Xo'sh, mana bizga kerakli unaqalar.
Buni bittasi ko'rgandim, endi qaysi bilaman. U yo'l ikkinchi esi mana bu yerga. Tur, xo'sh. Nima o'zgardi? Biz o'zimizga kerakli narsalarni olishimiz kerak. Uning uchun birinchi qurollar olamiz. Mosur. Diamond. Men boshim ko'raman. Bu yerda super narsalar bo'lishi. Mosur. Mana. Bosilmaslik 3. Bu antikan-ku, menga eng kuchlisi kerak. Mana nuqli. Nimaga men tashlab tushunmadim. Xo'sh, endi pastga tushamiz va mana bu qilich. Shunchaki bular dahshat. Ketmoq kerak biz. Tilga kerak. Keyin qalqon kerak. Qalqonimiz bor. Qaranglar, bularning qanchalik zo'rligini. Ko'rdilaring. Vaqtimga o'qsiz sotyaptimi? Bu o'qsiz sotarkan. Tushunyapsizlar bu o'qsiz? Endi biz xohlagan joyimizga borsak bo'ladi. Men survival ko'tolak hozir. Komamaltos vali. Mana bo'lsak. Aytma. Nima bu me? Imetlar buztish. Shunaqa narsa bor. Oldiga kelsam buziladi. Xo'sh, bu sandiq nima bu? Lekis boshim ko'raman. Olmos bizga nega sigar. Boshim ko'raman bularni. Bularga tufurgan holatda mana bu yerga kiramiz. Nima qilamiz? Mana ol, bu Minecraft'ni o'zbekcha qo'yganman bu. Mana sen. Çok komod blok. Komod blok sindirdim hozir. Sindirmabdi komod blokda. Xo'sh, qancha to'lamiz biz? Deyarli jonimiz ketmayapti. Xo'sh, hozir men sharkera opaman, boshim ko'raman. Xo'sh, shunchayda video tugaydi. Hammaga omad bo'pti. Xayr do'stlarim.